Nimaga erkaklar 2-3 yilgacha cho'zishadi? Nimani deysizmi? Andrologga kelishdan. Birinchisi qo'rquv va uyalishadi. Oddiy bir misol aytib beraman. Yonimga 46 yoshlik bemor keldi. Ko'rsak, bemorda Peyronie kasalligi. Polностью jins holatini qoplab olgan. Ya'ni Peyronie kasalligi degani bu jins holatda fibrozli bilyashkalarning paydo bo'lishi. Fibrozli bilyashka polni boylab olgan. Qattiq bo'lib kelgan. Ereksiya 12 yildan beri yo'q deydi. Tasavvur qiling, 12 yildan beri. Bu уже absurdda. Nimaga kelmadingiz desa, yaxshi bo'lib ketar deb yurib vaqtni o'tkazdim, qo'rqdim, uyaldim deydi. Endi nimaga hozir keldingiz desa, уже qarasam, уже не то 12 yildan beri ishlamagandan keyin men qo'rqib qoldim, endi keldim deyapti-da. 12 yildan beri mana shu vrachga borishdan uyalganlar. O'sha bunaqa hozirgi holatida bemorda biz albatta falloprotezирование qilishimiz kerak, operatsiya qilib, mana shu fibrozli bilyashkani olib tashlab, jins holatga protez qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana shu holatgacha olib kelmaslik uchun maslahatim, uyalmang, qo'rqmang hech narsadan. Sizni sog'lig'ingiz hamma narsadan ustun. Vaqtni o'tkazmasdan andrologga keling, uchrashing. Sababini toping va davolang. Albatta buni davolasa bo'ladi. Mana shu videorolikni urolog, andrologga borishdan qo'rqadigan, uyaladigan do'stingizga yuborib qo'ying. Kommentariyada unutmang qilish esingizdan chiqmasin.